Men o'ylaymanki, muhabbat, men o'ylaymanki, muhabbat yangi bizada rubrika. Obuna bo'lib qo'yib, sizlar muhabbat haqida o'ylashinglarni, nimalarni o'ylashinglarni kommentariyada yozib ketsanglar bo'ladi. Men bo'lsa sizlarga nimalar haqida o'ylashimni hozir gapirib beraman. Men o'ylaymanki, muhabbat ertaladagi narsa emas. Prosta bizda unaqa ertaladagi narsalar bo'lmaydi. Faqat oldi qochdi gaplar, o'rganib qolish va undan tashqari prosta sal yaxshiroq muomala qilishga uchish yoki uydagilarning shu yaxshi muomalasini ko'rmaganini anaqasi hisoblanadi. Bizda anaqalar ham bor. Misol uchun meni ham opam yaxshi ko'rib, sevib, erga tekkan. Lekin men o'ylaymanki, qanaqadir emotsiyalarga bog'lanib qolish kerak emas. Chunki men o'zim juda ham emotsional odam bo'lganim hisobiga emotsiyalar bilan hech qachon ish qilmaslikni tarafdoriman. Chunki emotsiyalar har doim bizani aldaydi. Juda ham xursand bo'lib turgan paytingizda yoki juda ham xafa bo'lib turgan paytingizda nimadir qarorlar qabul qilish nima desa bo'ladi, juda ham noto'g'ri narsa-da. Bu narsani ham ko'pchilik rostdan shunaqaligini aytishgan. Sevgi ham shunaqa narsa deb o'ylayman. O'sha emotsiyada kelib chiqadigan narsa deb o'ylayman. Sizlar shu muhabbat haqida nimalar o'ylaysizlar? Sizlar uchun qanaqa narsa? Agar rostdan ham muhabbat bor bo'lsa, menga to'shda tushuntiringlar. Men hech qachon muhabbat bor narsa deb o'ylamayman. Chunki otamda ham, onamda ham, также xolamda ham, kim meni yaqin atrofimdagilar bo'lsa, bitta opam bor. Sevdim, o'ldim, kuydim deb erga tekkan. Hayotligi juda ham chiroyli, lekin bitta dona-da, uchun osizmi, uni ham ota-onasi qarshi, boshqasi qarshi bo'lib, birov-birovga erishgan juftlik hisoblanishadi. Men bo'lsa sevgiga umuman ishonmayman. Kommentariylarda yozib qoldiringlar. Sizlar uchun sevgi, muhabbat nima?